Kasalxona ichida arvohlar borligini bilgan xalq bu yerga umuman kelmaydi. Va men o'sha kasalxonaga bordim. Kasalxona atrofidagi shahar va uylarda hech kim yo'q. Kasalxona binolari juda ham ko'p edi va men birinchi binoga kirib ko'rdim. Eng tepa xonalardan men tekshirishni boshladim. Xonalarning har birida gilam bor va ichkari xonalarni ham tekshirib ko'rdik. Xona ichkarisida joylashgan har bitta narsalarni tekshirib ko'rdik. 1983-yilgi xatlar ham bu yerda bor edi. Xonalarni tekshirayotganimizda g'alatiroq ovozlar kelishni boshladi. Bu yerda aniq kimdir bo'lgan yoki nimadirlar bor. Insonga tegishli bo'lgan buyumlar va kiyimlar ham bor. Yana ham ichkariroq kirdik va bu yerda hech kim yo'q edi. Keyingi xonaga o'tdim. Pardalar ham o'sha paytki va xonalar ham raqamlar bilan bo'lingan. Kimdir yashagan. Juda ham hayron qolgan narsamiz, bu yerda har xil kiyimlar turibdi. Nega hech kim yo'q va hidiga umuman chidab bo'lmasdi. Keyingi binoga o'tdik. Eshiklari ochiq, derazalari ham singan. Bu yerlarni tekshirib ko'rdik. Shaharda hech kim yo'qligi meni qo'rqitardi. Tashqariga chiqib bitta narsaga amin bo'ldim. Bitta narsa men juda ham yaxshi bilan bu yerga shomdan keyin kelsa, aniq ichiga jinkiradi, arvohlar eshitiladi va har xil ovozlar eshitiladi. Va bu narsa 100% aminman. Chunki hozir yorug' bo'lsa ham g'alati hodisalar ro'y beryapti. Tashqaridan kuzatdim. Bino juda ham ko'p va bo'limlarga bo'lingan. Bu yerlarning har bittasiga kirishga men ulgurmasdim. Aytgancha, bu yerda hech qanday kino ishlanmagan. Bundan ham zo'r kontentlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta meni kuzatishda davom eting. Hali hammasi oldinda.